بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi sana 2023-yil oktyabr oyining 23-dushanba kuni namozni ruhi yoxud namozni kaliti deb nomlangan darsimizni davom etkazamiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi qilayotgan darslarimizni davomli va hamda manfaatli qilgan bo'lsin inshaalloh. Xo'p, biz sizlar bilan asosiy mana namozga taalluqli bo'lgan, muhim bo'lgan mana mavzularni gaplashib ketar ekanmiz. O'tgan safargi darsimizda aytib o'tdikki, mana bu namozni inson o'qirkan, namozda maqsadlarini inson doim kallasida olib yurishlik kerak. Ana shu namozda maqsadlardan nima asosiy maqsadi deb aytiladigan bo'lsa, mana o'tgan safargi darsimizdan beri xosatan namozda muhim bo'lgan mavzulari bor. Ana shu muhim bo'lgan mavzularga inson e'tibor berish kerak ekanligini takror aytib kelyapmiz. Ana shu muhim bo'lgan mavzulariki, xosatan bu maqsadlar deb aytiladi. Namozni o'qishdan maqsad nima deb aytiladigan bo'lsa, mana o'tgan safargi darslarimizda aytdik. Namozni o'qishdagi asosiy maqsad Alloh taoloni zikr qilish bor. Mana bu namozda ilm o'rganish bor, xolis Allohga ibodat qilish bor, la ilaha illalloh ma'nosini amalga oshirish bor. Mana shu ma'nolarda o'tgan safargi darslarimizda aytib o'tdik. Va yana shu bilan birgalikda namozda Qur'on o'qish bor. Mana bu Qur'onni tadabbur qilishlik bor. Mana shu narsalarni aytib o'tdik mana 3-maqsadda. 4-maqsadda namozda duo bor. U duoki xosatan inson duo qiladi Alloh subhanahu va taologa mana shu namozda Allohni ulug'lashlik va yana yalinib yorvorishlik, hamd sanolar va so'rashlik holatlari, so'rovlar bordir. Demak, mana shu narsalarga inson namoz o'qiyotgan odam albatta e'tibor berishlik kerak bo'ladi. Endi hozirgi mana navbatdagi yetib kelgan o'zi mavzuyimiz 61-sahifadagi al-g'olibu alal insani nisyanu faqrihi va zullihi va ubudiyatihi lillahi degan joyga kelgan edik. Endi mana bu joyda mana kitobni sohibi aytayaptilar, al-g'olibu alal insan. Ko'pincha insonning holati shuki, ko'pincha ya'ni ba'zida insonning holati o'zi g'olib degani ana shu ko'pincha deb aytiladi. Ya'ni ko'pincha inson o'zini muhtojlik holatini unutadi. Insonning holati shuda. O'zi inson deb nomlangan-ku. Ya'ni nasiya degan kalimadan kelib chiqqanda, ulamolar endi bu yerda insonni nisyan degan kalimadan kelib chiqqan deydi. Ya'ni bu degani tez unutuvchan, tez unutadi degan ma'noda-da. Tez unutuvchan deb turib aytiladi. Demak, insonga ko'pincha bo'lgan holat shu, o'zini faqirligini unutish holati bo'ladi. O'zini xorligini, Alloh taologa qulchilik qilish holatini unutadi. Va yana Alloh taoloning ulug'ligini unutadi, Allohning buyukligini, Allohni podshoh bo'lgan, ulug' bo'lgan zot ekanligini unutadi. Shuning uchun ham ko'p insonlarga Allohning ibodatidan kibr qilish g'olib bo'ladi. Mana shu sababdan Alloh subhanahu va taolo o'zini bandalarni qattiq qiyinchiliklar bilan baloga duchor qiladi. Endi Alloh taolo o'zini bandalarni qattiq qiyinchilikka, imtihonga duchor qilishi laysa ihanatan, u xorlashmas u. Xorlashmas, vala ta'ziban, azoblashmas. Qani haqiqatan ham mana ko'rasiz, sahobalarda qanchasini ko'rasizki, Alloh taoloning yo'lida shahid bo'lib ketgan ular. Nima xorlanganmi shu? Yo'q, xorlangan yo'q. Yoki bo'lmasa, masalan, mana hozirgi kunda Falastinni kuzatar ekanmiz, ba'zi odamlarni shunday ustiga bomba tushib, nihoyatda chiroyli bir suratda vafot etayotganligini ko'rasiz. Chiroyli suratda shunday kulib, yuzlarida tabassumlar arimagan holatda ular o'zini jonini taslim qilayotganligini ko'rasiz. Nima bu, ularni xorlashmi? Yo'q, ularni xorlashmas. Bu narsa ularni xorlashmas, ularni azoblashmas. Balki bunday zohiran ko'rinishda ularni xorlashga o'xshar. Yo'q. Balki Alloh taolo o'zini bandalarni mana shunaqa qiyinchilik holatlari bilan mana imtihon qilyapti. Agar u inson ana shu joyda ustiga bomba tushayotgan holatida yoki shunga o'xshagan mana Falastinda xuddi mana ba'zi odamlarni hozir aytganimizdek ko'rasiz, yuzidan tabassum arimagan holatda shunday o'zini jonini topshiradi. Mana bu holat Alloh taolo ularni mana shunday qiyinchiliklar bilan musibatlashi, qiyinchiliklarni imtihon qilib ularga berishi, bu ularni shahid qilganligini alomati inshaalloh. Bu hech qanday ularni bir qoralashmas, ya'ni. Balki ularga rahmat bu narsa. Ularning faqirligini va ularning qashshoqligini, haqiqatini, ya'ni bu odamlar, ya'ni mana shu joyda o'zini faqirligini, o'zini qashshoqligini bilishi uchun qani mana shunday imtihonlarni Alloh taolo berib qo'yadi, ya'ni.
Qani, mana shunaqa qiyinchilik holatlarni beradi. Insonlar juda ham muhtoj, Allohga muhtoj ekanligini bilish uchun. Juda ham mana bu narsa faqat bu qalbida iymoni bor bo'lgan odamlarga ta'sir qiladi. Ya'ni e'tibor bering. Ya'ni sizni hayotingizda sizga bir musibat keladi, imtihon keladi. Mana shu musibat, imtihon kelishi agar qalbingizda iymoningiz bo'lsa, ana shu iymoningiz sababli siz mana shu joyda bilasizki, Alloh taolo menga beryapti, meni imtihon qilyapti. Men Allohga qaytishim kerak deb bilasiz. Agar Allohga bo'lgan iymoningiz yo'q bo'lsa, Allohga bo'lgan iymoningiz juda ham chala bo'ladigan bo'lsa, nimaga bitta men shunaqaman ekan? Nimaga meni ishim yurishmas ekan? Nimaga men unaqa bir odamlarga o'xshab bir yaxshi joylarda bir ovqat yemayman, yaxshi joylarda uylana olmayman, yaxshi kiyimlarni kiya olmayman. Nimaga men unaqaman ekan deb nolurasiz. Demak, bu iymon yo'qligini alomati. Qalbda iymon juda ham sust ekanligini alomati. Insonda taqvo, qazoy qadarga iymon keltirish yo'qligini alomati. Qarang, Alloh subhanahu va taolo o'zini mo'min bo'lgan bandalarni nihoyatda qattiq qiyinchiliklarga duchor qiladi. Mana hozir kunda ham ba'zi bir mo'minlarning mana boshidan bombalar yog'ilmayaptimi? Falastinni qarang, mana shu holatda-ku. Ya'ni shunaqa holatlarda Alloh taolo qilib qo'yadi. Nima uchun shunday qiladi? Ya'ni bu yerda Alloh taolo ularni qiyinchilikka solyapti, xorlayapti degani emas, balki Allohning ularga rahmati bo'ladi. Alloh taolo ularning ichida shahidlarni tanlab oladi. Shahid bo'lgandan keyin inson bo'ldi, Alloh taoloning huzurida u tirik bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri jannatga kirib ketadi. Xuddi Alloh taolo aytgani kabi: "Va la tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda robbihim yurzaqun." Allohning yo'lida qatl qilingan odamlarni o'lik deb o'ylamanglar, balki ular shahid, Alloh taoloning huzurida tirik, ular rizqlanib turibdi. Hurul ayn bilan rizqlanib turadi. Mana shunday imtihonlarni Alloh subhanahu va taolo beradi mana ba'zi bir insonlarga. Ha, nima uchun deb aytiladigan bo'lsa, hozir aytganimizdek, ularni xorlash uchun emas, balki ularga rahmat bo'lish uchun. Va yana ana shu odamlar bilishi uchunki, biz muhtoj ekanmiz Allohga. Nihoyatda qattiq hojatimiz bor ekan deb, lekin ya'rifu haqiqata faqrihim va faqatihim deyiladi mana. Va yana bu odamlar xushu qilib, xorlanib, bo'ysunib Alloh taologa taslim bo'lishi uchun. Zero Alloh subhanahu va taolo: "Va laqad akhadnahum bil azabi famastakanu li robbihim va ma yatadarrun." Biz ularni azob bilan ushadik, lekin ular Robbisiga hech taslim bo'lgan yo'q va yalinib yorvorgan yo'q. Ya'ni ba'zi odamlarning boshiga azoblar tushadi. Mana Alloh taolo mana bu oyatda aytgani kabi. "Va laqad akhadnahum bil azab." Biz ularni azob bilan tutdik. Mana Yahud nasoralarni qarang, Qur'oni Karimda Alloh taolo bizga ularning qissasini aytib beradi. Ularning qissasini aytganda bular juda ham ko'p Alloh taoloning oyatlariga qarshi chiqqanligidan ularda maymun va to'ng'izlarga aylantirib yuborganligi keladi. Maymun va to'ng'izga aylantirgan bo'lsa ham bu mana haqiqiy azob, Alloh ularni xorlaganligi. Va laqad akhadnahum bil azab. Alloh ularni azobladi, lekin famastakanu li robbihim. Ular Allohga taslim bo'ldimi? Yo'q, taslim bo'lgan yo'q. Va ma yatadarrun. Allohga iltijo qilib, yalinib, yorvorgan holati ham yo'q. Demak, ba'zi bir insonlarda Alloh taolo birdan imtihon qilganda, "Ey Alloh, meni imtihon qilyapti. Men Allohga qaytishim kerak" deb turadi. Va yana Alloh aytadi mana: "Va laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i va darra'i la'allahum yatadarrun." Biz sizdan oldingi ummatlarga sizdan oldingi ummatlarga rasul jo'natdik. Ey Rasululloh, sizdan oldingi ummatlarga rasul jo'natdik. Ularni ham yengilchilik, ham zarar, qiyinchilik holatlari bilan ushadik. Ya'ni Alloh taolo ne'matlarni yog'dirgan va yana jazolarni, balolarni ham yog'dirgan. Nima uchun? La'allahum yatadarrun. U odamlar qaytishi uchun. Demak, insonga mana shunaqa imtihonlar kelaveradi. Hayoti mobaynida ishi o'xshamaydi, ishi yurishmaydi. Masalan, ba'zi ayollar turmushga chiqadi, turmushidan qaytib keladi masalan. Mana shunaqa imtihon bo'ladi. Yoki bo'lmasa bir erkak kishi uylanadi, yaxshi ayol nasib qilmaydi masalan. Ravon hayot ketmaydi. Ya'ni mana shunaqa har xil holatlar bo'ladi. Yoki farzandidan judo bo'ladi, ota-onasidan judo bo'ladi, aka-ukalardan judo bo'ladi. Mana shunday imtihonlar insonga kelaveradi. Nima uchun? La'allahum yatadarrun. Allohga qaytish uchun hamma. Falawla iz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum va zayyana lahum ash-shaytonu ma kanu ya'malun. Ularga bizi azobimiz kelgan vaqtda ular Alloh taologa iltijo qilib, yalinib, yorvorib Allohga qaytmaydigan bo'lsalar, ya'ni o'zi qaytishmadi ham ular. Lekin ularning qalblari qatib ketdi. Qatib ketdi. Mana shunday odamga musibatlar kelib turgan vaqtda qalbi sal yumshab turib Allohga qaytish kerak bo'ladi. Lekin bu odamlar qaytmadida, balki ularning holati nima bo'ldi? Qalblari qatib ketdi. Qarang, insonga mana shunaqa imtihonlar kelib turar ekan.
faqirlik holati, kasallik holati, yaqinlardan judo bo'lish, mana shunaqa imtihonlar kelib turadi. Xuddi Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga mana shu narsalarni xabarini berib qo'ygan. Biz imtihon qilamiz odamlarni degan. Bishay'in minal xawfi wal ju'i va naqsin minal amwal. Mollarda kam bo'ladi, ochlik bo'ladi, nafslar judo bo'ladi, ya'ni nafslar va insonlar vafot etadi. Agar biz mana shu narsalardan pan-nasihat olmaydigan bo'lsak, shunday qalblarimiz qatib ketadi. Allohga qaytmaydigan bo'lsak, qalb qatib qoladi. Va zayyana lahum shaytonu ma kanu ya'malun. Shayton ularga qilayotgan narsalarni zinatli qilib ko'rsatib qo'ydi mana. Demak, mana shu haqiqiy mana katta bir imtihon deb turib aytiladi. Demak, tavfiq berilgan banda u mana shu darsni tushunadigan inson bo'ladi. Va yana imtihon sirini tushunadigan inson bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bandalardan nimani iroda qilyapti, shu narsani biladi. Haqiqiy tavfiq berilgan hidoyatdagi inson. Alloh subhanahu va taolo bizdan bitta narsani iroda qilib turibdi. Faqat Alloh tarafiga, Allohga qochishimizni, Alloh taoloning o'ziga murojaat qilishimizni Alloh qasd qilyapti. Va yana Alloh taoloning huzurida uzun soatlab, yalinib, yorvorib, iltijo qilib, xorlanib turishimizni Alloh subhanahu va taolo bizdan shu narsani iroda qilyapti. Mana shu Alloh subhanahu va taologa Allohning xalqida butun haqiqiy ibodat qilishlikni Allohning ibodatini haqqi deyiladi. Butun odamlarning ustidagi Allohning ibodatini haqqi deyiladi. Zero odamlarning ko'pi yastakbiru an hadihil ubudiyya. Mana shu ibodatdan kibr qiladi, bunday Alloh taoloning huzurida turishdan, namoz o'qishdan, tafakkur bilan Qur'on o'qib namoz o'qishlikdan insonlarning ko'pi kibr qiladi. Va ta'xaru anha, orqaga suradi bu ishlarni. Ila yasila ila tariqin masdudin yushrifu fihi alal halak. Halokatga olib borib qo'yadigan bir to'siq yo'lga borgunigacha. Yani ertaga borib oxiri ba'zi insonlar o'limga borib qoladi. O'limga borgandan keyin endi o'limni daraxtchilarini, o'limni holatlarini ko'rgan vaqtda, ey Alloh taolo meni orqaga qaytargin deydi. Qaytargin deydi. Hech qachon endi. La deydi Alloh taolo. Yo'q, unday bo'lmaydi. Bu faqat bir oddiy kalima xolos, inson shuni har bir odam aytadi xolos. Yaxshilik qilib yurgan odam ko'proq yaxshilik qilmaganiga afsus nadomat qiladi. Gunohlardan tiyilmagan odam, ya'ni gunohlarni qilib yurgan odam gunohlardan tiyilmaganiga afsus nadomat qiladi. Hunaka yatazakkaru annahu abdun doif faqirun fayalja ilalloh. Mana ba'zi bir insonlar bor, o'zini zaif inson ekanligini tan oladi. Eslaydi o'zini zaif inson ekanligini. Faqir, muhtoj bir odam ekanligini biladi. Men Allohga muhtojman deydi. Allohga faqirman deydi. Allohga murojaat qiladi. U Allohki quvvat u zotning qo'lida. Quvvat Allohning qo'lida. Yaratish, buyruq Allohning qo'lida. Mana shunday insonlar bor mana. O'zini zaif ekanligini biladi-da, Allohga murojaat qiladi. Ibodatni Allohga xolis qiladi. Mana shunday mustahkam yaqin 100% iymoni bo'ladi mana shunday odamlarda. Qanida endi mana shunday 100% yaqini, tavhidi u odamda davom etsa. Balki bunday odamlarda ba'zida vaqtinchalik bo'ladi. Bir ta'sir beradigan narsa ketishi bilan ketib qoladi. Masalan, mana shunday chiroyli bir suhbatlarda, darslarda eshitasizda, shunday birdan hayolingizga, meni ham bir ibodat qilgim kelyapti deysiz. Yoki bo'lmasa, mazlum bo'lgan odamlarni ko'rib, masalan, mana hozirgi kunda ham Falastindagi mazlumlarni ko'rib, ich-ichingiz achishib ketadi. Qani men ham shularga turib yordam bersam, shu mazlumlarning yo'lida, Alloh taoloning yo'lida jihad qilib o'lib ketsam degan bir holat bo'ladi. Lekin qanida endi bu narsa haqiqiy holatda sizda doim shu davom etsa. Lekin bu narsalar odamda vaqtinchalik. Ko'pincha odamlarda vaqtinchalik bo'ladi. Bunaqa holatlar ertaga yo'q bo'lsa, yo'q bo'lib qolaveradi. Unutadi. Orqada o'tgan qancha mana shahidlar berilganligini unutadi inson. Fama in yazul hatta yaud ila shirkihi. Ozgina vaqt o'tar o'tmas, hatto inson o'zini avvalgi gunohlariga, shirklariga ketma-ket qaytaveradi. Birin-ketin qaytaveradi. Fayda rakibu fil fulki da'awulloh mukhlisina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yushrikun. Mana Alloh taolo mushriklarning holatini bizga aytib beradi. Ankabut surasida u mushriklar kemaga chiqqan vaqtda ular dinni ya'ni duoni xolis qilib Allohga duo qilishadi. Qachonki shu kema to'lqinlanib, mana shunaqa juda ham xavotirga bo'lib qolgan vaqtda o'zi bular mushrik edi, shirk qilib yuradigan odamlar edi. Alloh bilan birgalikda boshqa bir ilohga ibodat qilib yuradigan, but sanamlarga ibodat qilib yuradigan odamlar edi. Endi ular kemaga chiqib, kema to'lqinlanib, mana shunga o'xshash holatlari bo'lgan vaqtda birdan Allohga xolis duo qilishga o'tib qoladi. Falamma najahum ilal barri idahum yushrikun.
Bu odamlarni falammanajahum ilal bar quruqlikka yeltib qo'ygach ilahum yushrikun ular bonogoh mana shirk qilib tashlashadi. Shirk qiladi ular. Va idza massal insana durrun da'a robbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl va ja'ala lillahi andadan liyudilla sabilihi qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Agar insonga bir musibat yetadigan bo'lsa, Allohga qaytib duo qiladi. Ya'ni maqsad bu yerda Allohga qaytib duo qiladi, qaytgan holatda Allohga iltijo qilib, tavba qilib, yalinib, yorvorib, yotib olib duo qiladi. Biron bir musibat yetib qolsa. Keyin ana shu musibatidan Alloh taolo musibatini ketkizib, ne'matni berib qo'yadigan bo'lsa, ilgari duo qilayotgan holatini unutadi. Ozgina oldin juda ham yaxshi ibodat qilayotgan edi bu odam. Lekin mana shunday bir ne'matni o'zgartirib qo'ysa, ya'ni boshidagi qiyinchilik holatni ketkizib, ne'matni berib qo'yadigan bo'lsa, bu odamning holati endi birdan nima bo'ladi? Mana oldingi qilayotgan ibodatlarini shunday unutgandek bo'lib qolaveradi. Va ja'ala lillahi andadan liyudilla sabili gunohlarni qilishda davom etadi. Mana mushrik odam bo'lsa, Allohga nidlarni, ilohlarga, Allohga ya'ni nidlarni qo'shib ibodat qilib yoradi. Allohning yo'lidan adashtirish uchun nidlarni oladi. Mana bunday odamga ayting ey Muhammad alayhisalom, qul tamatta' bi kufrika qalilan. Sen o'zingni kufring bilan ozgina foydalan. Sen jahannam ashablaridansan deb turib ayting. Qarang, mana bu oyatlar nihoyatda insonning holatini vasf qilib aytib berganda, insonning holati, ya'ni shunaqa holatki, nonko'r insonning holati. Agar insonga bir musibat yetsa, u o'zidan bechora yasab oladi. Agar insonga ne'mat kelib olsa, to'qlikka sho'xlik qiladi. Gapning xulosasi mana shu. Inson agar insonga musibat yetsa, o'zidan bechora yasab oladi. Xorlangan odam yasab oladi o'zidan. Hattoki oddiy oilada masalan, agar erkak kishi o'zini ayoliga ba'zida qattiq gapirib qo'yadigan bo'lsa, u ayol kishi erini zulmga umuman tamomiy bu zulmkor ekan bu. Erim menga zulm qilib tashayapti. Ha mayli deydi. O'ziga tasalli ham berib qo'yadi. Ana shu tasalli berish qanday bo'ladi? Mana deydi, Firavunni ayoli Osiyo Firavunga sabr qilib yashagan-ku, endi men ham shu erim bilan yashab qo'yaveray deb turib erini deyarli Firavunga chiqarib yuboradigan ayollar bor, subhanalloh. Ya'ni mana shu bir musibat, bir eridan gap eshitib yoki biron bir kalta yeb qolsa, misol uchun aytyapmiz yani. Endi mabodo agar ne'mat kelib qolsa, mana shu holatda to'qlikka sho'xlik qiladi. Masalan aytaylikki, mana shu oilada o'zini ayoligacha yaxshi gapirib, holatlar to'g'irlanib ketadigan bo'lsa, to'qlikka sho'xlik qilish holatlari bo'ladi. Demak, inson modomiki u ofiyatda bo'lsa, xotirjamlikda, yengilchilik holatda bo'ladigan bo'lsa, o'zining muhtojlik holatini, o'zini Robbisiga nihoyatda hojatli, muhtoj ekanligini unutadi. Agar bu inson o'zini holatida yaxshilab tafakkur qilib ko'radigan bo'lsa, o'zida hech narsa yo'q ekanligini, o'zi hech narsa emas ekanligini biladi. Har qanday lahzada, har qanday holatda holati tamom o'zgarib ketishini biladi. Inson mana shu yaxshi o'ylab ko'radigan bo'lsa, mana shunday holatlarni tushunib yetadigan bo'lsa, shu vaqtda inson demak o'zini ojiz, zaif bir banda ekanligini his qila oladi. Robbisining yordamiga muhtoj, Allohning afusiga, rahmatiga muhtoj ekanligini his qiladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ko'pincha mana shu ma'noni ta'kidlab bizga aytadi. Ko'p holatda shu ma'nolarni aytgan mana. Alloh taolo qarang Qur'oni Karimda Fotir surasining 3-oyatda aytadi. Ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallohi alaykum. Ey insonlar, sizlarni ustularingdagi Allohning ne'matini eslanglar. Har birimizda Allohning ne'mati cheksiz. O'zi siz bilan bizni yaratib qo'yganligi, sog'lom qilib yaratib qo'yganligi, ko'zimizni ko'radigan, quloqimizni eshitadigan, ravon nafas oladigan qilib, og'izlarimizni, tishlarimizni butun qilib yaratib qo'yganligi, mana bu Alloh taolaning katta ne'matlari. Undan tashqari ota-ona ne'mati, farzand ne'mati, ahli ayol, ne'mati bor. Undan tashqari mol va davlat, insonni butun a'zolari sog'lom bo'lish ne'mati bor. Demak, mana shunday ne'matni eslanglar deyapti. Hal min xoliqin g'ayrulloh, Allohdan boshqa yaratuvchi bormi? Shunday Allohdan boshqa shu narsalarni qilib beradigan birontasi bormi? Yarzuqukum minas samai val ard, sizlarga osmondan ham, yerdan ham rizq beradi u zot. Osmondan yomg'irni yog'diradi, yerdan hosillar o'sib chiqib Alloh taolo rizq beradi-ku. Osmondan degani ba'zi ulamolar aytadiki,
tepadan rizq berishi, hatto mana qushlarni o'ylab yeyish ham. U tepaga kiradi-yu, masalan, qushlar masalan tepada mana uchib yuradi, ana shularni o'ylab yeyish. Yerdan rizq beradi. Yerning ichiga kirib ketadi, yerdagi narsalar, dengizdagi suvlar. La ilaha illahu, ayting, Allohdan boshqa iloh bormi? Allohdan boshqa hech qanday bir iloh yo'q. Fa anna tufakun, ey odamlar, qaysi tarafga qarab ketyapsizlar? Qanday burilyapsizlar? Qani mana bu bir oyat. Yana Mulk surasida Alloh taolo aytadi: "Amman hadallazi yarzuqukum in amsaka rizqah ballajju fi utuwi wa nufur." Amman hadallazi yarzuqukum in amsaka rizqah. Alloh agar rizqni ushlab qo'ysa, sizlarga rizq beradigan kim bor? Allohdan boshqa kim borki rizq beradigan? Qarang, rizq masalasi faqat Alloh taoloning o'zining qo'lida. Hech kimning qo'lida emas. Faqat Alloh taoloning qo'lida. Biron bir farishtalarni ham muvakkal qilmagan. Rizq masalasi faqat Alloh taoloning qo'lida. Ya'ni rizq masalasida umuman odam qo'rqmaslik kerak. Agar Alloh rizqni ushlab qo'ysa, sizlarga kim rizq beradi? Ballajju fi utuwi va nufur. Balki odamlar ular isyonkorlik, Alloh taologa itoat qilmaslik va dindan qochishlikka shunday berilib ketdi ular. Qul afaraytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Ayting, ey Muhammad alayhisalom, agar sizlarning suvlaring shunday yer tagiga kirib ketadigan bo'lsa, sizlarga shunday buloq suvlarini, chashma suvlarini kim olib keladi? Kim olib keladi? Ayting. Allohdan boshqa olib keladigan zot yo'q. Juda ham katta ne'matdamiz biz. Va yana boshqa oyatlarda Alloh taolo aytadi: Afaraytum ma tahruthun antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Afaraytum ma tahrusun, ey odamlar, ko'ringlar mana o'zlaring ekayotgan narsalarni, o'zlaring yerlarda haydab ekayotgan holatlarni ko'ringlar. Antum tazra'una am nahnu zari'un, sizlar uni ekyapsizlarmi yoki biz ekyapmizmi uni? Ya'ni biz ekib chiqarib qo'yapmizmi yoki sizlarning qo'lingizda bu narsa? Ayting mana. Hatto dehqonlarning o'zi ham aytadi, endi tavakkalda deydi. Shunday biz donni sepamiz, bo'ldi, boshqa ishimiz yo'q, qolgani Alloh taolodan deydi. Dehqonlarning o'zi aytadi mana. Afaraytumul ma'allazi tashrabun. Ichayotgan suvinglarni ko'rdinglarmi? Ichib turgan suvinglar. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Sizlar bulutlardan shu suvni yog'dirdinglarmi yoki biz yog'diryapmizmi? Law nasha'u laja'alnahu ujajan. Law nasha'u ja'alnahu ujajan falaw la tushkurun. Agar biz xohlasak bu suvlarni achchiq suv qilib qo'ygan bo'lardik. Bu suvni shirin suv emas, achchiq dengizning suviga o'xshatib qo'ygan bo'lardik. Dengizning suvini iching, uni chanqog'ingizga, chanqoqqa bosadi, balki insonni kasalligini ziyoda qiladi xolos. Battar chanqatadi xolos. Xohlasa bu suvlarni shunday qilib tashagan bo'lardik deydi. Mana bu Qur'oni Karim haqiqatan Alloh taoloning kalomi ekanligida shaklanish mumkin emas ekanligini mana bu oyatlarni o'qib his qilasiz. Alloh taolo qanchalar ne'mat berganligini bizga mana ko'p oyatlarda bayon qilgan. Falavla tashkurun, endi shukr qilmaysizlarmi deydi. Shukr qilish ibodat bilan bo'ladi. Demak, ibodat qilib shukr qilishlik kerak bo'ladi Alloh taologa. Va yana Isro surasida keladi: Afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri ay yursila aw yursila alaykum hasiban thumma la tajidu lakum wakila. Afa amintum an yakhsifa bikum janibal bar. Quruqlikda bir yonboshida sizlarni shunday yerga yutkizib yuborishidan xotirjanmisizlar? Ya'ni bu degani yerga sizlarni yutkizib yuborishidan xotirjanmisizlar? Allohga isyon qilib yuraverasizlarmi? Yoki sizlarga bo'ronli bo'lgan shamollarni, toshlarni ko'taradigan darajadagi bo'ronli shamollarni jo'natishdan xotirjanmisizlar? Keyin sizlar hech o'zingizlarga yordamchi topmaysizlar agar Alloh taolaning balosi kelib qolsa. O'rmonga o't ketsa, qo'lu quruqni tanlamaydi degandek, agar Alloh taolaning balosi keladigan bo'lsa, yaxshi inson, yomon inson deb ajratib o'tirmaydi. Allohning balosi kelsa, ommatan keladi. Endi mana bu oyatlarda o'zi asosiy keltirishimizdan maqsad yuqorida aytganimizdek, odamlarning holati ko'pincha o'zini Allohga muhtoj ekanligini unutib qo'yish holatida. Alloh taolo yana boshqa A'rof surasida aytadi: Afa amin ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Qishloq ahllari, ularga bizi azobimiz ular uxlab yotgan vaqtda kech paytda kelishidan ular xotirjanmi? Kech paytda azobimiz kelib qolishi mumkin. Xotirjanmi ular?
Qanday xotirjam bo'ladi odam? Insonga o'limi kechpayt kelib qolishi mumkin. O'limi kechpayt bilib bo'lmaydi, mana zilzila bo'lib odam halok bo'lishi mumkin. Qarang, mana hammamiz yaqin tarixda bildik, mana shu Turkiyada mana zilzila bo'ldi. Ana shu joydagi zilzilaga borgan odamlar, ba'zi ana shu joydagi odamlar bilan gaplashgan ekan, qarang. Yosh katta ba'zi bir otaxon, onaxonlar bilan gaplashib o'tirgan ekan. Ana shu ba'zilari, men o'zim ta'sirlangan qissalardan, mana ba'zilari yosh kattalar aytib berganki, biz kechpayt kampirim bilan tahajjud namozi o'qiymiz deb uyg'ongan edik. Uyg'ondikda keyin tahorat olib sekin chiqarkanmiz, bir yer qimillab o'tib ketdi deydi. Shuna qilib aytib bergan. Keyin ha bir narsa bo'ladi shekilli deb biz sekin uydan ko'chaga chiqib oldik deydi. Yarim kechasi soat shu 4 da bo'layotgan holatlar ekan. Shunday ko'chaga chiqdik, ana shundan keyin birdan yer qimillab juda ko'p joy buzilib ketdi deydi. Mana shu narsalarni aytib bergan. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, mana bu odamlarni Alloh taolo saqlab qo'ygan, mana Alloh taologa qaytganligi sababli. Namoz o'qiymiz deb turganligi sababli. Lekin mana bu kech paytda Alloh taoloning balosi kelganligini qarang. Mana shu ma'noda Alloh taolo aytayapti: "Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan." Bizi azobimiz kech paytda ularga kelishdan qishloq ahllari xotirjammi? Ular uxlab yotgan vaqtda. Ava amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Endi qishloq ahllari ularga bizi azobimiz choshgoh mahalida kelishidan xotirjammi? Ular o'ynab turgan holatida. Duhan degani mana shu 10-11 larda vaqtlarda aytiladi. 10, 11, 12 peshingacha bo'lgan vaqtlar. O'ynab turgan holatda shunday Allohning azobi kelishidan xotirjammi? Afa aminu makralloh, Allohning makridan xotirjam bo'ladimi ular? Fala ya'manu makralloh illa al-qawmul khosirun. Allohning makridan ziyon ko'radigan qavmlar xotirjam bo'ladi xolos. Alloh taoloning makri insonni shunday ushab qo'yadiki, Alloh taolo xotirjam bo'lgan vaqtda ushab qo'yadi. Ha bo'ldi, men oxiratim obod deb turib aytib, bo'ldi men jannatni qo'lga kiritib olganman, men xotirjamman endi deb mana shunday o'zini xotirjam holatda his qilib, tilida aytmasa ham qalbida mana shunday holatlari insonning qalbida o'tar ekan, mana shunday odamlar, bular Allohning makridan umidini uzgan odamlar. Bunday ziyon ko'rgan odamlar bo'ladi ertaga bular oxiratda. Qarang, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taolodan rivoyat qilgan narsasida bizga aytib beradi. Hadis qudusiy, juda ham bir ajoyib hadis. Ey bandalarim, men zulmni o'zimni nafsimga harom qildim. Va yana uni sizlarning o'rtangizda ham harom qildim shu zulmni. Bir-birlaringga zulm qilmanglar. Ey bandalarim, sizlarda hammalaring adashgandirsizlar. Illo men hidoyat qilgan kishi. Mendan hidoyat so'ranglar, men sizlarga hidoyat qilay. Ey bandalarim, hammalaring och nahorsizlar. Illo men o'zim taom bergan odam. Mendan taom so'ranglar, men sizlarga taom beray. Ey bandalarim, hammalaring yalang'ochdirsizlar. Illo men kiyim bergan inson. Mendan kiyim so'ranglar, men sizlarga kiyim beray. Ey bandalarim, sizlar ertaga kech xato qilasizlar. Men gunohlarning hammasini kechiraman. Mendan mag'firat so'ranglar, men sizlarga mag'firat qilay. Ey bandalarim, sizlar menga zarar berishlikka hech qachon yeta olmaysizlar. Natijada menga zarar bera oladigan bo'lsalaring. Menga foyda berishga ham ya'ni menga foyda berishga ham yeta olmaysizlar. Menga foyda bera olsalaring. Ya'ni meni zararimga harakat qilib, ya'ni menga zarar berishga harakat qilib yoki menga foyda berishga harakat qiladigan bo'lsalaring ham hech qaysi bir qo'llaringdan kelmaydi. Ey bandalarim, sizlarda avvalgilaring va oxirgilaring, inson va jinlaring o'zlaringdan bo'lgan bitta kishini, eng taqvoli bo'lgan kishini qalbida bo'ladigan bo'lsalaring, mana bu narsa meni mulkimda biror bir narsani ham ziyoda qilib qo'ymaydi. Ey bandalarim, avvalgilaring va oxirgilaring, inson va jinlaring eng fojir bo'lgan bir kishini qalbida bo'ladigan bo'lsalaring, bu narsa meni mulkimdan hech bir narsani noqis qilmaydi. Ey bandalarim, sizlarning avvalgilaring va oxirgilaring, inson va jinlaring agar bitta tepalikda turadigan bo'lsalaring, bitta, ya'ni maqsad bu yerda soitdan maqsad tekis joy, ya'ni bitta joyda turadigan bo'lsalaring, mendan so'radigan bo'lsalaring, so'rasalaring, kimi ana shu so'raydigani bo'lsa, mendan so'raydigan bo'lsalaring, men har bir insonga so'raganini beraman. Bu narsa mendagi narsadan noqis qilmaydi. Ya'ni mendagi narsani kam qilib qo'ymaydi bu berganim. Illo igna dengizga kirgizilgan vaqtda noqis qilganchalik noqis qilishi mumkin.
Ya'ni bu degani noqis qilmaydi degani. Ey bandalarim, sizlarda amallaringni men sizlarga hisob kitob qilib hammasini yozib qo'yapman. Xuddi Alloh taolo mana oyatlarda ham aytgandek, kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiroman katibin bo'lgan farishtalar bor. Ulug' bo'lgan, yozib qo'yadigan, har bitta qilgan amalingizni yozib qo'yadigan farishtalar bor. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Insonni og'zidan har bitta chiqqan so'zini yozib qo'yadigan farishtalar bor. Demak, u sizlarda amallaring, men sizlarga shuni hisob kitob qilib qo'yaman. Summa uwafikum iyah. Keyin sizlarga men uni to'la to'kis qilib beraman. Faman wajada khayron, kim yaxshilikni topadigan bo'lsa, Allohga hamd aytsin. Kim bundan boshqa narsani topadigan bo'lsa, u faqat o'zini malomat qilsin. Alloh azza va jalla demak, o'zini bandalardan nimani xohlayapti? Qarang, mana shu hadisga e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu hozir aytgan hadisimiz Sahih Muslimda kelgan Abu Zarning hadisi. Uzun mashhur hadislardan. Mana bu hadisda asosiy biz Allohga o'ziga iltijo qilishimizni, yakka o'ziga ibodat qilishimizni, har xil ziyoratgohlarga borib, ziyorat qilib yoki bo'lmasa surpa qoqdi, mushkul shot, shunga o'xshagan narsalarni qilmaslikni Alloh taolo buyuryapti. Qancha odamlarni ko'rasiz, shunaqa bir bid'atlarni, xurofotlarni qilib yuradi. Bid'atlarni qilib yuradi, mavludlarni qilib yuradi. Ba'zi mana odamlar kerak bo'lsa gapirib chiqadi, qo'shtirnoq ichidagi o'zini ahli ilmman deydigan ba'zi odamlar mana deydi. Ibn Taymiya nimaga mavludga ruxsat bergan, nimaga bular ruxsat bermaydi deydi. Ibn Taymiya bizga hujjat emas-ku. Bu narsani ular tushunmaydi. Yo'ki bular Ibn Taymiya o'zlariga hujjat qo'ygan deb turib o'ylaydi masalan ba'zilar. Alloh taolo ofiyat bersin, bu ularning juda katta xatolari. Ya'ni asosiy aytmoqchi bo'lgan narsamiz Allohni yakka o'ziga ibodat qilish. Zero Alloh subhanahu va taolo o'zini bandalaridan ularni faqirligini, ya'ni bu bandalar haqiqiy muhtoj ekanligini, ya'ni odamlar o'zlarini muhtoj ekanligini bilish kerak. Odam ya'ni o'zini tanib olish kerak-da. O'zini muhtoj ekanligini bilish kerak. Alloh taologa ibodatni vojib ekanligini, ya'ni ibodatni vojibotini bajarish kerak. Natijada ulardan taslim bo'lish, bo'ysunishlik, Alloh taologa yalinib yorvorishlik hosil bo'ladi. Endi mana shu xushuni eng katta bo'lgan holati, mana shu xushuni holati namozda bo'ysunishlik. Mana shu xushu holati, mana shu taslim bo'lishlik eng yaxshi bo'ladigan holat namozda bo'ladi. Shuning uchun ham namoz Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning musibatlar vaqtida shoshiladigan birinchi narsasi edi. Kusuf namozda bo'lsin. Qarang, mana kusuf namozda quyosh tutilib qolganda, mana quyosh tutilibdi-kan deb haligi oynalarni qoraga bo'yab yoki shunga o'xshagan narsalarda masalan bunday qarab oyga, quyoshga qarab o'tiladi. Quyoshga, oyga qarab turib o'tiriladi, ya'ni. Mana bu narsa bizdagi xatolar. Balki quyosh, oy tutilganda darhol namozga shoshilish kerak bo'ladi. Qahatchilikda, qurg'oqchilikda namozga shoshilardi Rasululloh. Har bir janglarida namozga, butun qiyinchilik o'rinlarida namozga shoshilardi. Hozirgi kunda ham har birimiz namoz o'qib Falastin ahliga duo qilishimiz kerak bo'lgan vaqt. Bu unday ekan, bu bunday ekan deb gapni ko'paytirmasdan, chaynalmasdan Alloh taologa iltijo qilib musulmonlarga yordam berishini so'raydigan vaqt. Min afsuslar bo'lsin, ba'zi odamlarni ko'rasiz, u unaqa ekan, bu bunaqa ekan deb shu faqat gapiradi xolos. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam mana shunday holatlarda mana namozga shoshilardi. U har qanday namoz emas, balki xos namoz bor. Ana shu namozki, namozda uzun, chuqur tarbiya topgan, kuchli bo'lgan odamlar kuchi yetadigan xos namoz. Alloh taolaning Allohning yo'lida haqiqiy qiyinchilikda boshdan o'tkazgan, Allohning yo'lida haqiqiy jihad qilgan degani, ya'ni bu yerda haqiqiy suratda shu namozda tarbiyalangan odamlar qodir bo'ladi. Ammo qaysi bir kishi bu holatda bo'lmaydigan bo'lsa, bunday ilojga qodir bo'lmaydi. Bunaqa uzun namoz o'qishga, boshiga musibat kelgan vaqtda shap-etun namozga murojaat qilishga qodir bo'lmaydi. Agar mana shu holatda tarbiya topgan bo'lmasa. Agar shunday boshiga musibat kelsa odam ha deb turib masalan so'kinib yoki bo'lmasa shu qadarga e'tiroz bildirib, shunga o'xshash holatlar bo'lib turaveradi. Qarang, mana shu ilojga toqat yetmaydi. Va yana undan foyda olishi ham mumkin emas. Na qiyinchilik holatida va na yengilchilik holatida. Demak, namozda hammasi duo. Yalinib yorvorish Fotihasidan boshlab oxirigacha. Va yana va yuxtasus sujud xossatan mana sajda xos qilib aytiladi. Chunki u nihoyatda xorlik va nihoyatda xushu holati u.
Qani, mana shu namoz xossatan, namozni ichidagi sajda, duo o'rni mana. Banda butun hojatini Allohga aytib olish bo'lgan o'rni, sajda o'rni. Aytdik o'tgan safargi darslarda. Farz bo'lsa ham, nafl bo'lsa ham bemalol aytsangiz bo'laveradi. Duo qilib tashlash kerak o'z aslida Alloh taologa. Va hada ba'da an yamurra bi marahil sabiqa fiha ta'zimun lillah. Bu bir qancha bosqichlardan, mana yuqorida biz sanab o'tgan bir qancha bosqichlardan o'tib kelgandan keyin bo'ladi bunaqa namozlarda, yaxshi holatlarda juda ham bir Allohga duo qilish holatlarida, xushu bilan, huzu bilan turish holatlari. Bir qancha bosqichlardan o'tib kelinadi. Allohni ulug'lash bo'ladi bu namozda. Allohning haqqini tan olish bo'ladi. Istiftoh duosi bilan boshlanadi. Istiftoh duosini bilamiz. Allohu akbar deb namozga qo'shilgandan keyingi duo ya'ni. Keyin Fotiha o'z ichiga olgan katta ma'nolar bor. Va yana inson Qur'ondan zam surani o'qiydi. Keyin ruku qilganda rukudagi tasbihni ayting mana. Yana inson ruku qilib Samiyallohu liman hamidah deb Robbana va lakal hamd. Hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fih min as-samai va min al-ard min ma shi'ta min shay'in ba'd deb turib bunday zikrlarda aytishlik. Keyin sajdaga yiqilganda Allohni ulug'lashlik bor. Undan keyin inson yana sajdadan boshini ko'taradi. O'rtada va ba'daha turfa'ul hujub. Mana hijoblar, ya'ni inson sajda qilgan vaqtda hijoblar ko'tariladi deymiz. Qani? Sajda qilgan vaqtda hijoblar ko'tariladi, duo qiladigan holat bo'ladi. Eshiklar ochiladi. Banda butun o'zini ichidagi narsasini, Robbisidan xohlab turgan hamma narsasini Allohga to'kib oladigan holati bo'ladi mana shu sajda holati. Farz bo'lsin, nafl bo'lsin qiling. Allohga duo qilib so'rang, o'zingiz holatini isloh qiling, o'zingiz holatingizni isloh qilishini so'rang. Ota-onangizni, farzandlaringizni, masalan, ahli ayolingizni, turmush o'rtog'ingizni holatlarini isloh qilishini so'rang. Va yana shu bilan birgalikda Falastindagi musulmonlarga duo qilishni unutmang. Fa indaha yustajabu duo. Mana shu sajda qilish mahalda mana duolar ijobat bo'ladigan vaqt. Va yusma'un nida, Allohga nido qilsa, nido eshitiladigan vaqt. Ya'ni mana shu sajdada turib olib Allohga iltijo qilinsa eshitadi. Butun mashaqqatlar aritiladigan, balolar ketadigan vaqt mana shu sajda vaqti bo'ladi. Sajdada ko'p namozda turib duo qilib olishlik kerak. Qara, mana shu namozni asosiy mana maqsadlari. Eng katta mana hozir maqsadi aytganimizdek, mana 4-maqsadiga biz ishora qildik. Bu maqsadi nima ekan? Duo qilib olish, ulug'lash, yalinib yorvorish, hamd sano, Alloh taoladan so'rash, mana shu ma'nolar bor ya'ni. Demak, Alloh subhanahu va taolo mana shu qilayotgan darslarimizni o'zi davomli va hamda manfaatli qilgan bo'lsin. Mana shu joyda to'xtaymiz. Inshaalloh kelasi safar yana namozning maqsadlaridan 5-maqsadni aytamiz. Bugunchalik mana shu joyda to'xtaymiz. 5-maqsad shukr masalasi. Ya'ni namozda shukr degan narsa bor. Qanaqa u shukr qanday bo'ladi?